Inson xotirjamlik topish uchun nima qilish kerak degan savol jo'natishibdi. Insonning hayotida bo'layotgan voqealar, mana sizning hayotingizda bo'layotgan voqealar 3 ta qismga bo'linadi. Birinchisi qo'lingizdagi voqealar. Ikkinchisi ta'sir qila oladigan voqealaringiz. Uchinchisi ta'sir doirangizdan tashqaridagi voqealar. Birinchisi, misol och qoldingiz. O'zingiz borib o'zingizni ovqatlantirishingiz qo'lingizdami? Qo'lingizda. Ikkinchi turdagi voqeaga misol ta'sir doirangizdagi, misol uchun sizning do'stingiz. Sizning do'stingiz sizdan xafa. Sizni qo'lingizda emas bu, uni xafa bo'lishi, lekin ta'sir doirangizda. Borib kechirim so'rasangiz, sizni kechirib yuboradi. Uchinchisi, sizni ta'sir doirangizda tashqarida bo'lgan voqealar. Misol uchun davlatdagi bo'layotgan vaziyat, narxlarning oshishi bo'lishi mumkin. Qanaqadir deylik, siz ish topa olmayotganligingiz bo'lishi mumkin. Yoki inflyatsiyaning oshib ketayotganligi, farqi yo'q. Siz unga na ta'sir ko'rsata olasiz, na qo'lingizda. Inson xavotirni yo'qotib, xotirjamlikka erishish uchun mana shu 3-turdagi narsalarni umuman mutlaqo topshirib olish kerak, o'ylashi. Dollar kursi oshadimi, tushadimi? Vaziyat qanaqa bo'ladi? Yoki narxlar navolar ko'tariladimi? Siz ishsiz qolib ketasizmi, yo'qmi? Buni unutib olish kerak, bu haqda o'ylashi. Ikkinchi turdagi voqealar bor, sizni ta'sir doirangizdagi voqealar. Misol uchun ish topish, do'stlaringiz, oilangiz. Buni hamma sabablarini qilish kerak. Ya'ni sizdan qo'lingizdan keladigan maksimum ishni qilasizda, qolganini tavakkal qilib topshirasiz. Uchinchi turdagisi bor, qo'lingizdagi bo'lgan voqealar. Turib, misol uchun ishingizni qilishingiz, chalg'imasligingiz, telefoningizni blok qilib qo'yishingiz, qaysidir blogerni kuzatishingiz, bu hammasi sizning qo'lingizdagi voqealar. Mana shu qo'lingizdagi voqealarni maksimum kontrol qiling-da. Ikkinchi turdagi ta'sir doirangizdagi narsalarni sababini qilib tavakkal qilib topshiring-da. Uchinchi darajadagini o'ylashni bas qiling. Misol uchun bizning holatda, biznes holatda bizga xotirjamlik olib keladi desak, bizni raqobatdoshlarimizning qilayotgan ishiga ta'sir ko'rsata olmaymiz, qo'limizda ham emas. Shuning uchun biz ular haqida o'ylamaymiz. O'ylasak, xavotirga tushiramiz. Unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti, anaqa qilyapti deb. O'ylamasak, xotirjam bo'laveramiz. Bizning qo'limizda nima? Sifatimizni yaxshilash bo'lishi mumkin, marketingimizni qilish mumkin. Shu ish haqida o'ylaymiz va o'z-o'zidan 3-turdagi xavotir ham yo'qolib boshlaydi.